Salom hammaga do'stlar, bugungi videoda biz mana shunaqa joyda, mana shunaqa yerda qancha masofagacha jangovar qilib bora olishimizni sinab ko'ramiz. Harakat qilamiz oxirigacha borishga. Videoni ko'ring, albatta qiziq bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek oson bo'lmadi. Albatta yer juda notekis. Menimcha professional o'yinchi bo'lsa ham bitta bir 30-40 metr masofagacha bora oladi. Men 18 metr joygacha bordim. To'g'risi oxirigacha borish plan bor edi, lekin juda qiyin